Rostdan $825 dan 14 kunlik umra paketi obunachilarimizga va'da bersak bo'ladimi? Bo'ladi aka. Inshaalloh. Vizasi bo'lsa $825, vizasi yo'q bo'lsa $925. Videoda oxirigacha ko'rsan hamma ma'lumotini beramiz. Endi qaranglar, yana so'zlarini olaman ba'di. Ya'ni 20 ta odamga mana shu videodan sotilsa, ikkitasini 50% chegirmada $450 dan qilib beramiz. Xudo xolasa, gap yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana shu yerga sekin o'tirib olaman endi. Charchamayapsizlarmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Omonmisizlar do'stlar? Umra paketiga qiziqqan obunachilarimiz uchun bag'i jaydarib o'tib ketdi. Bag'i zo'r bo'lyapti. Inshaalloh. Xullas do'stlar, barcha savol javoblarimizga ma'lumotlarni berasiz. Beramiz inshaalloh. Xo'p, birinchisi qaysi kundan boshlab ketsak bo'ladi? Nima olamiz? Xo'p, birinchisi 16-dan 30-gacha har kuni Toshkentdan reyslarimiz bor aka. Behijolat. Misol, vizasi bo'lsa o'sha $825, vizasi yo'q bo'lsa $925 aka. Inshaalloh. Qaysi kunlarga bo'ladi? Qaysi kunlar? 16-dan 30-gacha har kuni. Har kuni. Xohlasa ertaga ketsin. Misol bugun chiqadi video, ertaga ketsa ham bo'ladi inshaalloh. Yana bitta narsaki, savol o'z-o'zidan keladiki, misol uchun aytaylik, aeroportga bordik. Misol uchun arzonroq qilishda ham iloji bormi? Misol naqd olib turib, shu chiqib ketib qolishda ham iloji bormi? Endi uni ham iloji bor. U qachondir bitta odamda middan qarz bo'lib bo'lsa, taqi bo'lsa, chiqarmay qolsa, o'shini o'rniga ozroq bo'lishi mumkin. Endi u bo'lmay qolsa aka, atta qolib ketib qolishingiz mumkin. Toshkentda rasvot qilib. Gastitsa, Yevichas, boshqa. Undan ko'ra Xudo xolasa operatorlarimizga aloqaga chiqsa, o'zi narxlarimiz eng arzoni inshaalloh bizda. Inshaalloh. Behijolat. Xudo xolasa. Keyin Madinada necha kun turamiz? Makkada necha kun? Madinada 2 kecha-yu 1 kunduz. 3 kun Madina, 11 kun Makka. Madinada 2 mahal o'zimiz milliy taom, o'zimiz vodiydan borgan to'ylar. Makkada 3 mahal. Makkada 3 mahal. Nonishtasi bor, 11 kun 3 mahal bo'ladi. O'zimizni Marg'ilondan borgan oshpazlar, xudo xolasa halol. Yana bir narsa qo'shimcha qilib o'tib ketaman, gapim o'rnida. Ya'ni gruppalarga men ham ulanib olganman-da. Hali hojota, hojonalarga to'g'risi qilinayotgan narsalarni ko'rib, o'zim ham to'g'risi ishtahalarim ochilib ketyapti. Qaranglar. Salat, nima desam, salat bor, uning ichida soklar bor, xullas limon, adaqa nimalar bor. Xullas bitta gap bilan aytadigan bo'lsangiz, misol qo'shib bersalaring, mabodo ketayotgan yo nima bormoqchi bo'lganlar qo'shib bersalaring. Bemalol aloqaga chiqsa qo'shib beramiz o'zi. Yegiz keladi haligi joyda. Telegram gruppamiz bor. Telefon qilishsa, misol har kuni chislo tushadi. Misol men bugun mo chislodan qanday ovqat, obeddan qanaqa, hammasi videosi bilan tushadi. Inshaalloh. Bemalol aloqaga chiqsa qo'shib beramiz. Batta yeyishni gapirish maqsadim yo'q. Prosta men ota-onam borganda nima yeyishdikin, qiynalishmadimikin degan bolalar uchun bu nima desam bo'ladi? Ma'lumot o'rnida ma'lumotda, misol uchun. Misol faqat ovqat emasda, ziyorat dasturlar qatga olib chiqyapti, nima bo'lyapti, hamma yo'lda ko'rib turishadi. Inshaalloh. Qarang, bitta paketimizning ichida standart paketmi yo nima deydi? Ekonom paketmi? Yo'q, bizniki standart ekan, xudo xolasa. Standart. Ekonomdan nima farqlari bor? Endi ekonomda gastitsasi uzoq bo'ladi, ziyoratlari bo'lmaydi masalan. Ziyorat dasturlari ko'pi bo'lmaydi, masalan, Qizil dengiz bo'lmaydi ekonomda aka. Ko'p narsa bo'lmaydi masalan. Endi bu standart aka paket. Madinada 350 metr, 400 metrdan 200 metrgacha gastitsamiz. Inshaalloh. Menimcha bugungi kunga hisoblaydigan bo'lsak, menimcha vodiyda ham menimcha do'stlar bunaqa arzon narx yo'q. Yo'q. Misol Makkada 800 metrdan 2-2,5 kilometrgacha. 24 soat avtobus xizmati bor. Wi-Fi xizmatlari ham bor, Wi-Fi hamma yo'q bor. Avtobus ichida kondisioner ham bor. Voy. Endi bonuslarga keladigan bo'lsak, bonuslar qanaqa? Bonuslar qancha ekanda 5 litr zamzam suv beriladi. Bonus Qizil dengiz bonus qilib beramiz. Misol. Xo'p. Shu hozircha bonuslarimiz inshaalloh. Xo'p. Madinada, Makkada ziyorat dasturlari, 10 dan ortiq ziyorat dasturlari bor ekan. Inshaalloh. Qarangda, misol uchun aytaylik, hamma yo'g'imiz tayyor. Sizlardan misol uchun ziyoratga borgan so'mkacha yo boshqa narsalarni ham olamizmi yo'q? Tamam, bunday so'mka beramiz bitta. Misol bunga o'sha ketish ekanda pasport, misol o'sha kerak narsalar, misol suv, pul to'laymizmi? Non-pon, yo'q, bular bepul ekan. Bular bepul. Kamzil beriladi. Kamzil. Keyin Saudiyada Makka, Madina yozilgan, gastitsa nomeri yozilgan
beji beriladi. Beji nima uchun? Yo'qolib qolsa masalan, endi katta joy aytdilar. Misol yo'qolib qolsa, shu nomerga misolda bu arabga bersiz yo kimga bersiz, alo deydi. O'zi tanishtirib yo olib ketadi, yo bo'lsa taksiga o'tkazib yuboradi, kutib oladi. Ha, 50 boshini nomeri bo'lar ekanda. Ha. Jaydari qilib aytadigan bo'lsa. 50 boshini bas. O'sha yerda xodimlarimiz o'zimiz. Ha, o'zlarining xodimlarining nomerlari bo'ladi. Nomeri bo'ladi. Ha, tushunarli. Endi qarang, 20 ta bilet sotilsa, xudo xolasa 20 ta bilet sotilsa, kelishdik, ya'ni ikkita odamga 50% chegirma. $450 dan qilib beramiz. Misol uni ham qanaqa, misol mana kommentariyaga misol biz misol mana shu videoni ko'rib joy olgan odamlar aytsin. Mana shu videodan ko'rib do'stlar, yana kommentariya yozib ketsa, masalan, mana 2 ta, 3 ta bo'ldi, shunani yozib ketsa, misol maqsad qanaqa bo'ladi? Misol yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Hamma ko'radi masalan. Shaffof bo'ladi deyilyapti albatta do'stlar. Misol uchun tinmay reklama qilasizlar, o'zi sotiladimi, yo'qmi deganlar uchun fakt uchun aytib o'tib ketaman. O'zlari gaplaridan kelib chiqib, ya'ni o kuni videodan tashqari gaplashib qo'yganimizda umumiy blogerlar bilan ishlashganda 19 tami 20 ta bilet sotdilar. 20 ta misol sotdik, xudo xohlasa. Barakasini bersin. Batta nima uchun aytib o'tib ketilyapti? Rezultat deb aytib o'tib ketyapman. Shtobi sotilgan biletlarni nimalarni. Keyin ishonch hosil qilishligimiz uchun aytaylik, qo'l taniydi. Sizga berib ketsak yaxshimi pulni yoki bo'lmasa qanaqadir to'lov usullari bormi boshqacha? To'lov usuli bizni Toshkentda, Andijonda, Farg'onada ofisimiz bor aka. Xolasa ofisga kelib bron qilishsin. Misol yo'q ukajon desa bank orqali to'lov qilishsin. Misol yo'q bo'lsa o'sha ofisga kelib to'lov qilsin. Yo'q unga ham ishonmayman desa, misol mana biz onlayn operatorlarimiz bron qilishadi. Oldindan 1 so'm to'lov berishmaydi. $1 ham olmaymiz. Beji, Kamzin, Popga 50 boshini tanishtirganimizdan keyin biletini olgandan keyin pulini ham to'layveradi xudo xohlasa. Ha, ya'ni kelsa bo'ldi inshaalloh. Ya'ni qo'limizga bilet kelib tegadi, pul sanaydi. Pul sanaydi. Muammo yo'q. Jaydari qilib aytganda shunaqa bo'lyapti do'stlar. Litsenziyalangan, xudo xolasa yozuv bo'ladi, muammosi yo'q. Ya'ni bekordan bekor bular ham falon so'mga litsenziya olmagan, xudo xolasa. Ha, bu davlat xizmatlaridan o'tgan bexijolat, u aloqaga chiqish litsenziyadan muammo yo'q inshaalloh. Inshaalloh. Kimda kim qiziqsa, men pastda raqamlarni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqsalaring, qo'shimcha ma'lumotlar ham berishadi. Menimcha to'liq informatsiya bo'ldi degan umiddaman. Xudo xolasa, yana tushunmaganlari bo'lsa telefon qilishsa tushuntirishadi. Inshaalloh. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar do'stlar. Necha bo'ldi? Qancha bo'ldi ekan? Ha.